Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarov Imronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. 29-avgustdan 8-sentyabrgacha O'zbekiston yana bir yirik turnirga mezbonlik qiladi. Kafa Cup musobaqasining ilk mavsumi ko'plab muxlislarda iliq taassurot qoldirgan bo'lsa, bu yilgi bahslar ham yuqori saviyada o'tishi kutilmoqda. Bu gal qatnashchilar soni yana 2 taga ko'paydi. Musobaqada mehmon sifatida Malayziya va Ommon terma jamoalari ishtirok etadi. Turnir o'yinlarining bir guruhi Tojikistonda, ikkinchisi esa O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Final bahsi yurtimizda tashkil etiladi. Jahon chempionati ishtirokchisi O'zbekiston milliy terma jamoasi Kafa Cup 2025 musobaqasida navbatdagi o'yinlarni o'tkazadi. Muxlislarimizni esa qiziqarli va murosasiz va bahslar kutmoqda deyiladi manba. Eslatib o'tamiz, Kafa Cup 2025-yil 29-avgustdan 8-sentyabrgacha davom etadi. Qurra 3-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 16:00 da start oladi. Mezbonlar Tojikiston va O'zbekiston mamlakatlari. O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi 29-iyundan 5-iyulgacha yurtimiz maydonlarida 2026-yilgi ayollar Osiyo Kubogi saralash bosqichi uchrashuvlarini o'tkazadi. Barcha bellashuvlar Toshkentdagi Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. 29-iyun O'zbekiston Shri Lanka, 2-iyul Laos O'zbekiston, 5-iyul O'zbekiston Nepal. Shu yilning sentyabr oyida Termiz shahrida Eldor Shomurodov futbol akademiyasi o'z ishini boshlaydi. Qurilish yakuniga yetayotgan akademiya binosida bir vaqtning o'zida 150 nafar bola yashay oladi. Akademiyada bitta sun'iy va ikkita tabiiy maydon bo'ladi. Umid qilib qolamiz, albatta Eldor Shomurodovga o'xshagan kuchli va aqlli futbolchilar yetishib chiqadi. Husayn Norchayev O'zbekiston Superligasida 100-uchrashuvda maydonga tushib 36 va 37 gollarni urdi. 100 ta o'yin, 37 ta gol, 9 ta golli uzatma. Xabaringiz bor, Nasab o'z uyida Paxtakorni qabul qildi. Mag'lubiyatga uchrayotgan paytda Paxtakor 2 ta gol urib, mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Hisob durang bilan yakunlandi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati 1/8 final juftliklari barchasi aniq bo'ldi. Afsuski, Osiyo qit'asidan faqatgina Saudiyaning Al-Hilol klubi Osiyo qit'asi sharafini himoya qilmoqda. U Al-Hilol jamoasi endi bizning vatandoshimiz Manchester Cityda to'p surayotgan Abduqodir Husanov jamoasiga qarshi o'ynaydi. Bu xabarni eshitdingiz, albatta biz ham vaqtliroq eshitgan edik, lekin rasman to'g'rimi yoki noto'g'riligi uchun bu xabarni kechroq taqdim etamiz. Manchester City va dunyo bo'ylab yana o'nlab jamoalarga egalik qiluvchi City Football Group kompaniyasi O'zbekistondan klub xarid qilish harakatlarini boshlagan. Bu Toshkent yoki Qo'qon jamoasi bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr oyidagi FIFA kunlarini Markaziy oktyabrni esa Sharqiy Osiyoda o'tkazishi mumkin. Albatta, Kafa Cup musobaqasidan so'ng vakillarimiz ko'hna qit'a Yevropa jamoalariga qarshi bahs olib borishlari mumkin. Dekabrda qurra bo'lib o'tadi. 2026-yilning martida Yevropada jahon chempionatiga muddatidan oldin chiqqan jamoalarning taqvimi bo'sh. Katta ehtimol mart oyida guruhdoshlarimizga o'xshash uslubga ega Yevropa jamoalariga qarshi o'yin o'tkazishimiz mumkin. Afrika Eli Chempionlar Ligasi musobaqasida ishtirok etadigan jamoalar nomi to'liq ma'lum bo'ldi. Al-Ahli, Al-Hilol, Al-Ittihod, Sharja, Shabab Al-Ahli, Al-Vaqta, Al-Sad, Al-Garafa, Traktor, Nasaf, Al-Shorta jamoalari Eli Chempionlar Ligasida ishtirok etishadi. Oldinroq orden olmagani muhokama qilingan Bobur Abduxoliqov davlatimiz tomonidan kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlanibdi. Yaxshi qaror, endi bizningcha barchasi adolatdan bo'ldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Demak, FIFA reytingiga qarasak, ayni vaqtda jamoalar shu tariqa savatchalarga ajralishadi. Ya'ni Kafa Cup 2025. Birinchi savatcha Eron, O'zbekiston, ikkinchi savatcha Oman, Qirg'iziston, uchinchi savatcha Tojikiston, Malayziya va to'rtinchi savatcha Turkmaniston va Afg'oniston jamoalari. Bundan xulosa qilish mumkinki, bizning guruhdagi dastlabki raqibimiz aniq. Agar reytingda o'zgarishlar bo'lmasa, 3-savatchadan Malayziya bizga qarshi o'ynaydi. Boisi bu savatdagi Tojikiston musobaqaning ikkinchi guruhiga mezbonlik qiladi. Qadrli futbol muxlislari, men xursand bo'lganim albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi to jahon chempionatiga qadar yaxshi o'yinlarni o'tkazadi. Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston U17 terma jamoasi bosh murabbiyi Islombek Ismoilov Neftchi klubi tizimida ish boshladi. Murabbiy endilikda o'rinbosarlar jamoasida faoliyat yuritadi. Mazkur masala yuzasidan Islombek Ismoilovning fikrlari bilan qiziqdik. Neftchiga viloyat hokimining taklifi bilan keldim. Ikkinchi davradan e'tiboran klubni U21 jamoasida ishni boshlayman. Bu jamoaga o'tishim U17 terma jamoasidagi faoliyatimga ta'sir qilmaydi. Oldimizda jahon chempionati kutib turibdi. Klubdagilar mening holatimni tushunishdi va qo'llab-quvvatlashdi, deydi Islombek Ismoilov. Biz ham Islombek Ismoilovga va uning jamoasiga omadlar tilab qolamiz. O'tkir Yusupov Osiyoning eng yaxshi darvozaboni bo'lishga da'vogar. Osiyo futbol konfederatsiyasi jahon chempionati saralashining orzular jamoasini shakllantirmoqda. Eng yaxshi darvozabonlar nominatsiyasi bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi darvozaboni O'tkir Yusupov ham da'vogarlar orasida bor. Futzal bo'yicha 2026-yilga Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston futzal terma jamoasi F guruhidan o'rin oldi. Ushbu guruhda vakillarimiz Qirg'iz Respublikasi guruh bosqichi mezboni Sharqiy Timor va Falastin terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Futzalchilarimizga ham albatta omadlar tilab qolamiz. Shabab Al-Ahli Braziliyaning Vasco da Gama klubi himoyachisi 19 yoshli Luis Gustavoni o'z safiga qo'shib olish uchun taklif yubordi. Klub uni rezident legioner emas, mahalliy futbolchi toifasida ro'yxatdan o'tkazishni maqsad qilgan. Agar biroz muddat mamlakatda qolib futbol o'ynasa, odatda 3 yil keyinchalik Birlashgan Arab Amirligi fuqaroligi berilishi mumkin ushbu braziliyalik futbolchiga. Qadrli futbol muxlislari, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.